O'tgan, hozirgi va kelasi zamon qilamiz. Yo'q. Zerikarli, eshitilishi почти zerikarli bo'lyapti. Mana bunaqa qilaylik. O'tgan tugallangan, o'tgan davomiy, o'tgan oddiy, hozirgi zamon, hozirgi davomiy zamon, hozirgi tugallangan zamon. Future qo'shib ketamiz, going to обязательно qo'shamiz. Modal fe'llari kerak, noto'g'ri fe'llar kerak, yana nima? Talaffuzda ozgincha odam eshitmasligi kerak, okay? Mana shuni inobatga olaylik. Ozgincha noto'g'riroq gapiraylik, eshitganda tushunmay qolsin. Bu ham kerak. Ozgincha anaqa bo'ladi, darajamiz ko'tariladi. Qiyinroq bo'ladi, shuning uchun mashhurroq bo'ladi bizning til. IELTS bitta qog'oz uchun o'qishimiz, bitta qog'oz uchun majburlab o'qitamiz-da bolalarni. Qiyin narsani qo'shamiz, o'qitamiz-da. IELTS oxiri просто bizning tilni bilganini tasdiqlash uchun bitta qog'oz qilamiz. Bu IELTS deb nomlanadi. Da. Mana shunaqa. Keyin yana bir nimalarni qo'shamiz, okay?